22-may 2026-yil haftaning juma kunida turibmiz. Hammalaringizni juma yomlaringdan tabriklagan holda mini g'ish apparatimizni sizlarga to'liq obzorini boshlaymiz. Eng birinchi o'rinda Biznes TV kanalida ko'rib turasizlar. Aynaqa eng yangi, sifatli, eng arzonidan. Birinchi o'rinda bittadan laykchani bosib qo'yasizlar va to'liq obzorini tomosha qilishga boshlaysiz. Hozir video boshida men sizlarga ozgina bu to'g'risida ma'lumot beraman. Ma'lumotini to'liq olishi mumkin. Ya'ni hozir bu bezmishalka lentali xolos. Lentamiz 3 metr. Faqat bu lentamiz pryamoy bu tarafga otib berish uchun. Bu tarafda mishalkasi yo'q. Dizelimiz o'sha eng baquvvat, yangi, umri 15, garantiyali. Rasxodi 1 litr 2 soatiga. Reduktorimiz 350 yangi salafan. Xudo xolasa pachilni yarimiz, steplarimiz, har bitta detalimiz profillarimizgacha yangi, garantiyali. Mushtiklarimizda razmer o'sha 25-12, bu tarafdan ham standart, ham paltara chiqaradi. Bitta kesganda 12 ta g'isht chiqaraveradi. Endi bu haqida to'liqroq yanada ma'lumot beramizki, turpoqlarimizning holati mana shunday bo'lsa, yanada yaxshi bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu ham endi ozgina nami kuchli. Mana bu yerda nami kuchli, mana suyuq. Ammo ulari normalni mana. Mana shunday holatda bo'lsa, yaxshi. Hozir bu suyuq-quyuq bo'lib, yaxshi effekt bermaydi. Birday bo'lsa, sifati yanada oshadi, ko'proq chiqaradi. Bonusiga mana shunday tachkadan ikkita bor har bitta klientimizga dastavkalar O'zbekistonda 12 ta viloyatga, qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'ylab adresigacha yetkazib beramiz. Xudo xolasa soatiga eng kami bo'lmadiganda 1000 dona g'isht chiqaradi. 4 nafar odam ishlatsa bo'ladi. Turpoqlarimiz farqi yo'q, tanlamaydi. Oq, sariq, qora, qizil farqi yo'q, faqat qumi bo'lmasa bo'ldi, chiqaraveradi. Qumi bo'lsa ham 10%, 20% bo'lsa bo'laveradi. Mana shunda ham hozir qumi bor. Bitta bir har xil, bir 3 xil turpoqni bitta qo'varilgan. Mana bitta sarig'i bor, bitta qumi bor. Aynaqa. Xo'p. Endi yana buni har xili bor. Toklisi, traktorlisi, gazlisi, mishalkali, bezmishalka, farqi yo'q. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, yasab berilaveradi. Nomerlarimiz mana ekran tagida turibdi. 1112-5958 yoki mana gidrosilindrli ikkitalik, bittalik farqi yo'q. Dizelni bu ham o'sha ko'rib turibsizlar. Bunisini ham mana o'sha kattadan faqat mishalkasi bor. Lentasi bu tarafda bor. Paltara razmerda, bunisi hozir Surxondaryoga ketadi. Bu apparatimiz esa Bo'kaga ketadi. Narxi ham do'stlar juda ham arzon, xudo xolasa. Hammasidan eng arzonini bizda topishingiz mumkin. Ko'rib, 1 yil garantiyasi bor, tekshirib ko'rib olib ketsangiz bo'laveradi. Mana bitta zavod qilamiz. Buni xohlasangiz ruchnoy zavod qilasiz, xohlasangiz через akkumulyator statori bor. Bemalol zavod qilsangiz ham bo'laveradi. Bunda statori mana shu komplekt holatda akkumulyatori bo'lmaydi. Akkumulyatorni bitta obmekka qo'yib, bitta zavod qilsangiz bo'laveradi. Hozir biz mana shu labodan klima orqali bitta zavod qilib olishimiz mumkin. Hozir akkumulyatorda через akkumulyator klima orqali uladik, nuftamizni bosdik, bo'ldi, qo'shdik.
ma'qul kelgan bo'lsa, ana shakalarimiz uchun bittadan bosib qo'yasizlar.